Assalamu aleykümler. Ne Rossiyadakiler. Şimdi günde yine 5 so'm, 10 so'm, 50 so'm shunday tashlab yursangizlar, yillab yuradi vallahi yine. Bir yilda normal bo'ladi ekan. Mana endi hozir 2-3 oy oldu yine tashlab boshladim. Bir dolmadi. Ve evvelcisini puluna telefon aldık. Yine Samsung E56 Rossiyada yurganlar o'zlari biladi buni pulini. Bunu endi ko'ramiz endi yil oxirida. Yine inglab videolar qilib dekabrlargacha chizim bo'ladi ekan. Ko'p emas shu magazinga chiqqan vaqti zida ochib beradi 5 so'm, 10 so'm, 50 so'm. Aytib ko'rasizlar shuni.